Assalamualaikum, hurmatli bankimizning mijozlari. Bugun meni hurmatli fuqarolar bilan, ya'ni ispirmenlar bilan uchrashuv kuni belgilangan ekan. Sol munosabat bilan sizlarga bugungi kunda bankimizdagi barliq o'yinlar haqida qisqacha bir tushunib berib o'tamiz. Bu bo'yicha Chakana biznes bo'limi boshqa egasi, bosh menejeri Muhammad Karimtovdan azgacha bir tushunib berib o'tadi bank o'yinlari haqida. Marhamat. Assalamualaikum, mijozlar. Bugungi mijozlarga kredit turgan kreditimiz bo'lsa, bizda hozirgi bar kreditimiz, karta olib kreditimiz bor. Odan boshqa da mikroqarz kreditlarimiz bor. Hamda ipoteka kreditimiz vaqtida qisqacha ma'lumot beramiz. Mikroqarz kredit haqida aytib o'tgan bo'lsak, mikroqarz kreditlari byudjet xonadonlari uchun, ya'ni byudjetda seyt xonadonlar uchun 25% dan boshlanadi. 2 yilga 25%, 3 yilga 26, 4 yilga 25% beriladi. Muddati 2 yil, 3 yil, 4 yilga kelgan. Ham uning maksimal miqdori 100 millionga chiqib beriladi. Kredit ta'minotida bo'lsa, 3-shaxs kepillik ya'ni sug'urta orqali olsangiz bo'ladi. Undan boshqa da kredit karta kreditimiz bor. U 4 yil muddatga beriladi. U protsenti byudjet xodimlari uchun 27% dan bo'ladi. Uning maksimal miqdori 100 millionga chiqib beriladi. Odan başqa da işlevchilardan başqa pensionerlar uchun ham kreditlarimiz bor. Pensionerlar uchun mikroqarz krediti 2 yilga 30%, 3 yilga 30%, 4 yilga 32% beriladi. Onun da maksimal miqdori 100 millionga chiqib beriladi. Odan başqa da aytib o'tgan bo'lsak, ipoteka kreditlarimiz ham bor bo'lib, birlamchi ham ikkilamchi bozordan shaylar saqlasangiz bo'ladi. Birlamchi bozordan olатын bo'lsangiz, 20 yil muddatga yillik 18% bilan 6 oylik tarzda beriladi. Odan başqa da ikkilamchi bozordan, ya'ni birovning joyini olaman degan bo'lsangiz, 10 yil muddatga 25% bilan boshlang'ich 25% to'lov sharti bilan beriladi. Ham yana de uyingizda remontlayman, boshqa da o'nga жұмыстарын olib boraman degan bo'lsangiz, remont degan kreditimiz bor. O'sha yerga o'nga uchun. Оның muddati 10 yilga 25 yillik 25% bilan 170 millionga chiqib beriladi. Boshlang'ich to'lami yo'q uni remont qilsangiz. Rahmat sizga. Yana da qo'shimcha aytib o'tadigan bo'lsam, ispirmenlarga hozirgi kunda berilib o'tirgan, ya'ni shu Shimbay filiali, Agrobank Shimbay filialining biriktirilgan mahallalarimiz bor. Bizlarda Saylan'da o'zi 6 mahallamiz biriktirilgan. Bu degani Abatmakan, Baxtli, Temiryo'l, Ko'nchi, Berdaq, Qarako'l mahallelari biriktirilgan. Şu mahallelardagi жұмыссыз fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida bizlarda hozirgi kunda ispirmenlikda, ya'ni o'z yo'lini qo'yib, uy sharoitida ispirmenlikda shug'ullanish, qandaydir bir chorvachilik bo'lama, boshqa qarindoshlik bo'lama, shular bilan shug'ullanish maqsadida bizlarda kredit olsa da bo'ladi. Bu deganimiz, ya'ni jismoniy shaxslarga, fizikalik shaxslarga beriladigan kreditlarimiz bor. Shu bo'yicha bir qisqacha tushunib berib o'taman o'zim. 5 milyondan 50 milyon so'mga chiqim kredit liniyamiz hozirgi kunda ochiq berilib o'tir. Biroq da Agrobank Shimbay filialida biriktirilgan son 6 mahalladan tanlab olingan xo'jaliklarga beriladi fuqarolarga. 5 milyondan 50 milyon so'mga chiqim kredit liniyamiz ochiq. 5 milyon so'mlik kreditimiz bugungi kunda biznesga birinchi qadam degan kredit liniyamiz. Bu 12 ay muddatga yillik 25% dan yer odamlar uchun 25% dan ajratiladi. Ta'minot turida sug'urta, soliqdan tizimdan o'tgan, bugan kerakli ma'lumotlarda hujjatlarda aytib o'tadigan bo'lsam, soliqdan tizimdan o'tgan o'zini-o'zi bayon etgan haqidagi ma'lumotnomasini hamda son mahalladagi hokim yordamchidan yozma turdagi tavsiyanomasini olib keladi bizlarga. Ikkinchi o'zining shaxsini tasdiqlovchi pasportini olib keladi. So'ngan biz kredit chiqarib beramiz 1 yilga. Yer odamlarga yillik 25% dan, ayol qizlarimizga yillik 23% dan beriladi. Plastik kartalarimizga solinib beriladi bugungi kunda. Ikkinchi 17 millionlik kredit liniyamiz ham ochiq. Bu kredit liniyamizning ati biznesga ko'mak, ya'ni shu tanlab olingan shu 6 mahallaning ishidan fuqarolarga жаңағы aytib o'tganimdek sonda beriladi. 17 milyon so'mlik kreditimiz 4 yil muddatga 48 oyga, ya'ni aytib o'tadigan bo'lsak, 48 oyga beriladi. 6 ay imtiyozli davr bilan. Bu da
plastik kartaga salып beriladi. Kerakli hujjatlarimiz böyle şahsın tasdiqlovchi pasporti, ikinin saloqdan tizimidan o'tgani haqidagi o'zini-o'zi bandligini spravkasi, ya'ni ma'lumotnomasi. Hakim yordamchidan jazva turida tavsiyanoma akila oladi. Bugun ta'minot turini aytib o'tadigan bo'lsak, uchinchi shaxs kepilligi bilan ya bo'lmasa sug'urta kepilligi bilan deb bera olamiz. 17 million so'mlik. Hayal qizlarga bir yengillik jeri, bu aytib o'tadigan bo'lsak, 23% dan yillik 23% dan ajratib beramiz. Bunu da plastik kartaga saqlab bera olamiz. Ikinin yanada bir yaxshi kreditimiz var bizde 5 yil muddatga beriladi, ya'ni 60 oyga yillik 25%. Bu da yer adamlarga 25% dan, hayal qizlarimizga 23% dan yillik beriladi. Bug'anda kerakli hujjatlarimiz mahalle bankerining mahalle biriktirilgan mahallelardagi bizning biriktirilgan mahalle bankerimiz var. 6 mahallege bizning 2 bankerimiz biriktirilgan. Şu qaysi mahallede eğer siz istiqomat qiladigan bo'lsangiz, yashovchi fuqaro bo'lsangiz, şu Qarako'l mahallesini misol keltirib aytadigan bo'lsak, sol mahallede yashovchi fuqaro bo'lsangiz, sol mahallega borib, mahallening o'zini bankka kelmay turib, sol yerning o'zida siz kredit haqida tushunib olsangiz bo'ladi. Tushunmagan yeringiz bankka kelib turibmiz, mahallening o'zida tushunib olsangiz bo'ladi. Mahalle bankeri mahalle agentining tavsiyanomasini tikar sizga 20 million so'mga chiqim kredit chiqarib bera olamiz. Bizlarga жаңа aytib o'tgandek, biriktirilgan 6 mahalledagi yashovchi fuqarolarga. Bugun ham kerakli hujjatli shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, saloqdan tizimdan o'tgan haqidagi ma'lumotnomasi, o'zini-o'zi band etganligi haqidagi, ikinin mahalle bankeri, mahalle agentining jazva tavsiyanomasini tikar kreditimizni ajratamiz. Uchinchi shaxs kepilligi, yamasa kredit ta'minot turini sug'urta kepilligi bilan bera olamiz. Bu aytib o'tgan kreditlarimiz bugungi kunda bizlarda hammasi liniyasi ochiq. Yana da qo'shimcha aytib o'tadigan bo'lsam, 312-sonli qarorga tikar, 312-sonli qarorga tikar ajratilib o'tirgan kreditlarimiz bor. 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan yillik 21% dan berilib o'tir. Hesap-peti şu Agrobank Shimba filialında açılgan bolsa, to'liq bir yil davomida aylanib bo'lgan bo'lishi kerak, shartli turda. Bizning rayonimizning har rayon tayfaga bo'lingan. Bizning Shimba 3-tayfaga bo'lingan. Sol sababli bizlar ishlab chiqaruv yo'nalishida sizlarga isplarimizga, hurmatli isplarimizga kredit ajratib bera olamiz. Yillik yana bir marta aytib o'taman, yillik 21% dan 7 yıl müddetki, yani bu 7 yıl müddet degen 84 ayda quraydi. 36 ayı, yani 3 yılı imtiyazlı davr beriladi. Assalomu alaykum. Men temir yo'l mahallasi ko'zlarida yashovchi fuqaroman. Men hozirgi vaqtda jumsiz bo'lib, men 17 million so'm miqdorida kredit olmoqchiman. Qanday dokument kerak bo'ladi? Sizga temir yo'l guzari mahallesinde yashovchi fuqaro bo'lsangiz, sizin mahallengiz bizning Agrobank Shimba filialına biriktirilgan mahalle. Bu bo'yicha qisqacha tushunib berib o'taman sizga yana bir marta. Sizin mahallengizda mahalle bankerimiz var, mahalle agentimiz var. Hakim yordamchimiz var. Hakim yordamchidan jazva turida bir bet qog'ozga, ya'ni jazva turida tavsiyanoma kelasiz 17 million so'mga saloqdan tizimdan o'tasiz. Agarda siz qarindoshlik bo'lsa, ya masa chorvachilik yo'nalishi bo'lama, boshqa tiginchilik yo'nalishi bo'lama, misol keltirib aytadigan bo'lsak, sol yo'nalishlarda kredit olmoqchi bo'lsangiz, saloqdan tizimdan o'tasiz. O'zingiz band etgan spravkangizda, ya'ni ma'lumotnomangizda, hakim yordamchidan jazva turidagi tavsiyanomangizda, keyin shaxsni tasdiqlovchi pasportingizda, keyin uchinchi shaxs kepilingiz bo'lsa, kepilingizda kelasiz, ya masa sug'urta kepilligi bilan sizga kredit ajratib beramiz. Rahmat. Boshqa so'rovlar bor bo'lsa, bemalol hurmatli fuqarolar. So'rovlar